Buxoro yahudiylari Nyu-Yorkning Queens rayonida yashaydi. Ularning o'z sinagogasi, madaniy markazi, matbuoti va hatto teatri bor. Amerikaga 1993-yilda Toshkentdan ko'chib kelgan taniqli rejissyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Semyon Aulov 1 yil o'tib Uyg'onish deb nomlangan teatrga asos soladi. Guruhga ko'ngillilar taklif etiladi. Amerikaga Aulov bilan 1 yilda kelgan Mira Aronbayeva ungacha Dushanbeda boshlang'ich maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan edi. Boshida ancha og'ir edi. Urush bo'layotgan Tojikistondan kelgan edik. Amerikada o'zimizni hali topmagan edik. Shunda meni teatrga taklif qilishdi. Ko'ngil uchun ajoyib mashg'ulot edi. Yangi do'stlar orttirdim. Aka-uka, opa-singillik bo'lib ketdik. Teatrimiz Buxoro yahudiylari madaniyati, folklori, o'zligi uchun uyg'onish bo'ldi. Zal hamisha tomoshabinga to'la bo'lardi. Ko'p yoshlar kelardi, chunki ko'p tomoshalarimiz tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, bugunning eng dolzarb muammolarini ko'tarar edik. Hamma ona tilida spektakl tomosha qilishni xohlar edi. Ella Bangiyeva asli Toshkentdan, musiqa o'qituvchisi bo'lgan, teatrda deyarli birinchi kundan. Semyon Aulov 1999-yilda Kelinlar qo'zg'oloni spektaklini rus tilida sahnalashtirishga qaror qiladi. Buxoro yahudiylar mendan ko'ra ko'proq O'zbekistonni sevarkan. O'zbekistonni unutmayotgan ekan ular. O'zbekni piyesasini olib kelib Nyu-Yorkda ko'rsatishi bu O'zbekistonga bildirayotgan katta hurmati, O'zbekistonga aytayotgan katta rahmati ekanligini juda yaxshi bilaman. Где и как? Вот. Увидеть мне девушку, прежде чем на ней жениться. Semyon Aulov 2012-yilda olamdan o'tdi, ammo teatr faoliyati to'xtagani yo'q. Uning so'nggi spektakli Arshin Malalan bo'ldi. Кто поверил в это окончательно? Ну, говори, а мы послушаем. Для нас, для артистов, которые 20 лет были в театре, Bu jamoamiz uchun katta yo'qotish bo'ldi. Hayot bo'lganida yana ko'p boshqa tomoshalarni sahnalashtirgan bo'lar edi. Semyon Aulov o'zidan keyin teatrimiz tarixi haqida bir kitob qoldirib ketdi. Buxoro yahudiylari inoqligi bilan ajralib turadi. Ular nafaqat xursandchilikda, balki og'ir kunlarda ham bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Shu xususiyati bois bu xalq asrlar davomida o'zga yurtlarda yashaganiga qaramay o'zligini yo'qotmagan. Kino ustasi Ariel Rubinov yaratgan filmda Buxoro yahudiylarining bir-biriga munosabatini yaqqol ko'rsa bo'ladi. Мне казалось, что если я буду пить лекарства, это все пройдет. Нет, это не проходило. Bukharian Times gazetasining bosh muharriri Rafael Nektalovning buyragi ishdan chiqqanida uning Mark ismli uzoq qarindoshi ikkilanmay donor bo'lishga rozi bo'ladi. Ariel Rubinov jarayonni suratga tushirishga qaror qiladi. Дядя Рафика жена очень хотела быть донором. Она очень много звонила с дядей Рафиком, без дяди Рафика, старалась, искала ходы и выходы. Она даже, я знаю, проверялась в другой больнице. Filmni oktyabr oyida jamoaga namoyish etdik. Tanishlarimiz va professionallar olqishlariga sazovor bo'ldi. Hozir uni bir ikkita kinofestivalga taqdim etmoqchimiz. Что мы хотели передать? Мы хотели передать, чтобы Insonlar bir-birini qadrlashini, hurmat qilishini, sevishini istaymiz. Filmda mana shularning muhimligini ko'rsatishga harakat qildik. это самое главное. Jamoadagi diniy, madaniy va xayriya tashabbuslarini amalga oshirishda Buxoro yahudiylarining AQSh va Kanadadagi kongressi va uning ko'p yillik rahbari Boris Kandovning xizmatlari katta. So'nggi yillarda Amerika va Kanada bo'ylab 30 ta diniy va madaniy markazlarni ochishga, 20 ta xayriya jamg'armalarini tashkil etishga muvaffaq bo'ldik. Jamg'arma O'zbekiston va Tojikistonning turli viloyatlarida joylashgan qabristonlarimizni obodonlashtirish, tegishli ahvolda saqlash bilan shug'ullanadi.
Kongress yordami bilan Buxoro yahudiylari tarixi, madaniyati, san'ati, taniqli shaxslari haqida so'nggi yillarda ko'plab kitoblar chop etildi. Sovet ittifoqidek yopiq jamiyatda saqlanib kelgan merosni, turli madaniyatlarni osonlikcha shimib oluvchi Amerikadek erkin jamiyatda ham avaylab yosh avlodga yetkazish juda muhimdir, deydi bu xalq vakillari. Odil Ro'zaliyev Nyu-York shahridan Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerikaga qanday borsam bo'ladi? Amerikada o'qish yoki ishlashni orzu qilaman. Yordam bering deb bizga ko'p murojaat qilishadi. Biz bunday xatlarga odatda qisqa va lo'nda javob beramiz. Saytimizga kirib, bu boradagi materiallar bilan tanishing deymiz. AQSh konsulligining internet sahifasiga kiring deymiz. Biz axborot beramiz, immigratsion xizmat emasmiz. Facebook va YouTube'dagi sahifalarimizda umumiy maslahatlar va yo'riqnomalar aks etgan videolarimiz bor. Biror chet davlatga borishning, u yerda ishlash yoki ilm olishning oson yo'li yo'q. Bu o'tkir bilim, tushuncha va sa'y-harakat talab qiladi. Til bilishingiz kerak va uni ishga solib, kerakli ma'lumotlarni internetdan o'zingiz izlaysiz, topib harakat qilasiz. Hech kimga, hatto yaqinlaringizga ham ishonishni maslahat bermaymiz. Chunki hammaning o'z yo'li bor, tajribasi bor. Xorijda yurganlar o'zi bilan ovora. O'zingizga ishoning, o'zingizga tayanishni o'rganing. Musofirlikning asosiy sharti shu. Biz esa sizga informatsiya berishda davom etamiz. Ko'rsatuvimizning ikkinchi qismida siz sevgan va ardoqlagan san'atkorlar bilan suhbatda bo'lamiz.